Bugun ikkita yevropeyskiy avtomobil haqida video obzor qilamiz. Ikkalov judayam ko'zga tashlangan, judayam o'zini dizayniga ega. Birinchisi angliyskiy среднеразмерный внедорожник, ikkinchisi esa italyanskiy sportivniy biznes sedan. Bugun obzorimizda Maserati Quattroporte 2004-yil italyanskiy flagman va angliyskiy krassavchik Range Rover Sport 2012-yil. Range Rover'imizda esa 3 litrli turbo dizel dvigatel, rasxodi taxminan 7 litrdan 13 litrgacha. Ahamiyat beringlar, saloni ham restyling versiya shaybali, 250 ta ot kuchi, 8 stupenkali avtomat коробка ZF, постоянный полный привод с пониженной передачей, а также pnevmatическая подвеска ham mavjud. Maserati esa 4,2 litrli atmosferniy dvigatel, 400 ta ot kuchi, Ferrari dvigatel turibdi aynan bu avtomobilda va выхлопная sistema ham Ferrari'niki firmenniy turibdi. Orqa privodda 6 stupenkali robotizirованный коробка, sportivniy независимый подвеска bilan jihozlangan va rasxodiga keladigan bo'lsa taxminan 20-25 litr atrofida. Salonini ko'rdinglar. Ikkala avtomobilda judayam yuqori darajada premium materiallar ishlatilgan. Bittasi italyanskiy, ikkinchisi angliyskiy. Aslida bu video nima uchun qilganman? Agar narxini bir xil bo'lganida qaysi biri olgan bo'lardinglar? O'ziga yarasha minuslari bor va pluslari bor ikkala avtomobilda.